Milliy sertifikat imtihonlarida 39-savolni ishlashning oson usulini o'rgataman. Buning uchun videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Gapni sintaktik tahlil qiling va qaysi gap bo'laklari uyushganini yozing. Demak, sizga uyushiq bo'lakni topish muhim. Ko'pchilik mana bu sintaktik tahlil qiling deganda javoblar varaqasiga sintaktik tahlil qilib, o'sha egani, kesimni aniqlovchi, to'ldiruvchi hol va shunga o'xshagan bo'laklarni yozib chiqishadi. Bu katta xato bo'ladi. Faqat sizdan asosan nimani yozing deyapti? Uyushiq bo'lakni yozing deyapti. Endi demak, har bir kishi kasb-korni mukammal va puxta bilmog'i, yaxshi tarbiya olmog'i va yaxshi xulq-atvor, fazilatlarga ega bo'lmog'i kerak deyapti. Demak, sintaktik tahlil qilmasangiz uyushq bo'lakni albatta topib bo'lmaydi, lekin uyushq bo'lakni topishni yana ham bir chiroyli oddiy usulni aytaman. 3 ta asosiy jihatga e'tibor berasiz. Birinchisi, uyushq bo'laklarni aniqlash uchun ularning grammatik shakllariga e'tibor bering. Bu bir. Ya'ni ular birinchisi jo'nalish kelishida bo'lsa, ikkinchisi ham jo'nalishda. Birinchisi o'rin paytda bo'lsa, ikkinchisi ham o'rin paytda. Biri ko'plikda bo'lsa, ikkinchisi ham ko'plikda. Biri egalikni olgan bo'lsa, ikkinchisi ham egalikni oladi. Ya'ni qo'shimchalar bir xil bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, uyushq bo'laklar umumiy bir xil so'roqqa javob bo'ladi. Uchinchisi, uyushq bo'laklarning tobelangan qismi bir so'z, ya'ni bitta so'zga tobelanadi. Hokim so'zi bitta bo'ladi. Va to'rtinchisi ham bor ekan, kechirasizlar. To'rtinchisi, uyushq bo'laklar o'zaro bir-biriga teng bog'lovchilar yoki sanash ohangi yordamida bog'lanadi bir-biriga. Demak, bu yerda teng bog'lovchini ko'rib olamiz. Mukammal va puxta. Demak, va bu yerda teng bog'lovchi hisoblanyapti. Mana bu yerda ham yana bitta va teng bog'lovchisi bor. Demak, mukammal so'zi puxta so'zga nisbatan tobelanyapti. Endi buning o'sha qaysi gap bo'lagi uyushganini topishingiz uchun baribir sintaktik tahlil muhim hisoblanadi. Mana bu yerda xulq-atvor so'zdan keyin sanash ohangi bor. Mana virgul bilan ko'rinyapti. Ega bo'lmog'i kerak kesim. Nimaga? Fazilatlarga to'ldiruvchi, xulq-atvorlarga bu ham to'ldiruvchi, yaxshi aniqlovchi. Demak, tarbiya olmog'i kesim. Demak, bilmog'i bu ham kesim. Bilmog'i, tarbiya olmog'i, ega bo'lmog'i bular kesim. Mana shu 3 ta kesimni bir-biriga umumiy bog'lab turgan vosita bu kerak bog'lamasi hisoblanadi. Demak, birinchi o'rinda ko'rib turibmizki, kesim uyushyapti. Kesim. Demak, bitta katak tashlab keyingisini yozamiz. Endi xulq-atvorlarga, fazilatlarga, mana fazilatlarga jo'nalish kelishiga xulq-atvor so'ziga ham qaysidir ma'noda tegishli. Chunki ular o'rtasida nima bor? Sanash ohangi bor. Xulq-atvorlarga, fazilatlarga. Bular esa to'ldiruvchi. Demak, ikkinchisi to'ldiruvchi uyushyapti. To'ldiruvchi. Uchinchisi, endi qarang. Xo'p, mana bu yerda mukammal va puxta bilmog'i. Bilmoq fe'l bo'lgani uchun savol beramiz, qay holda bilmog'i? Mukammal va puxta. Umumiy, demak nima uyushyapti? Bu yerda hol uyushyapti. Endi muhim joyini aytaman. Mana shu 39-savolni ishlash jarayonida kimdir birinchi kesimni, keyin to'ldiruvchini, keyin holni yozadi. Kimdir birinchi holni, to'ldiruvchini, kesimni. Buning hech qanday ahamiyati yo'q. Bu yerda tartib bilan yoki boshqa bilan yozing demagan, umuman uyushiq bo'lakni yozing deyilyaptimi? Demak, siz uyushiq bo'laklarni mana shu tartibda aniqlang va sekinlik bilan yozib boring. Videoni eng yaqin tanishlaringizga yuborib qo'ying. Bizning kanalimizni doimiy qo'llab-quvvatlang va kuzatib boring.